Navbatdagi ma'lumotimiz Amir Temur xiyobonida joylashgan Temuriylar tarixi davlat muzeyi. Muzey O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan 1996-yilda Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash sharafiga qurildi. 2006-yilda muzeyning 10 yilligi munosabati bilan Temuriylar tarixi davlat muzeyiga 10 yil ko'rgazmasi ochildi. Muzeyning ichki qismi marmar, ustunlar, rasmlar, sharqona miniatyuralar bilan bezatilgan. Binoning o'zi esa ayvon bilan qoplangan. Zallarning devorlari Amir Temur hayotini aks ettiruvchi freskalar va qadimdan to hozirgi kungacha bo'lgan mamlakat tarixi haqidagi rasmlardan iborat. Muzey binosi o'rta asr me'morligi an'analari asosida aylana tarixli, tomi gumbazli qilib, maxsus temir betondan yaxlit supa ustiga qurilgan. Bino 3 qavatli bo'lib, balandligi 31 metr, diametri tashqi tomonidan 70 metr, ichki tomondan esa 50 metrni tashkil etadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.